Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hayotimizga psixologiya 15-darsimiz. Xush keldinglar. Mukofot va jazo bizningki mayli shirkat boshqarishda bo'lsin, mayli kichik guruhni boshqarishda bo'lsin, hattoki bizning farzand tarbiyalashimizgacha duch keladigan nazariyalarning birisi. Bugungi darsimizda biz mukofot va jazoninki haqiqiy nazariyasidagi asosiy va mukofot va jazoni biz qo'llansak bo'lamdi, bo'lmamdi degan savolga javob topamiz inshaalloh. Tanlıq psixolog Skinner tadqiqotida shu rasmdagi o'xshash chashqarning bir qutining ichiga ilish orqali miyadagi shu knopkani amaliyotda chashqan bassa yeydigan narsa tushgan, bassa yana yeydigan narsa tushgan, bassa yana yeydigan narsa tushgan. Bu xuddi o'tgan soatdagi shartlik refleksga o'xshash, amaliyotda shartlik refleksning bir qadar taraqqiy qilgan asosdagi mashg'ulotdan kelib chiqadigan shartlik refleks desak bo'ldi. Endi shu shartlik refleksda chashqan nima deb o'ylaydi degan chog'da men shuni bassam bir narsa tushdi deb bu chashqanniki shu narsani besish harakati, ya'ni besish qiliqi bak kuchaytirilgan. Ya'ni bu chashqan texmi bak bosadigan bo'lgan. Ammo agar bu narsa to'xtab qolsa, yeydigan narsa hech berilmasa, chashqan bir mazgil bosgandan keyin asta-asta bosmaydigan bo'lgan. Mukofot qiliqni kuchaytirish uchun o'tirg'a chiqarilgan ish bo'lsa, jazo bo'lsa qiliqni azaytish uchun o'tirg'a chiqarildi. Ammo bizning kishilik turmushimizda nurg'un joylarda qiliqni kuchaytirish uchun mukofot o'tirib qo'yildi-yu, keyinida amaliyotda mush qiliq kuchayamdi yoki mush ish harakat kuchayamdi. Bir narsani azaytish uchun jazo o'tirib qo'yildi-yu, bilimiz bolalarimizga masalan nurg'un jazolarni berishimiz mumkin, yoki vaqirishimiz mumkin, yoki urishimiz mumkin, lekin u qiliqlari yoki u ish harakatlari hech tugamaslik, hatto bekrak ovib ketishi mumkin. Biz nurg'un vaqtlarda berishni mukofot deb o'ylaymiz. Amaliyotda biror narsaninki yo'q qilib etilishimi ba'zi mukofot bo'ldi. Bu yerda kuchayish nazariyasi degan bir nazariya o'tirib chiqdi. Ya'ni shu qiliq, bolaninki shu ish harakati bo'lsin, qiliqlari bo'lsin yoki ishchi xizmatchilarninki xizmat süptini yaxshi ko'tarishda, masalan biz biror narsani bersak mukofot bo'ldi yoki biror narsani yo'q qilsak, masalan qanday narsalarni yo'q qilamiz degan chog'da ishchi xizmatchilarniki masalanga xizmat vaqtini azaytsak, ma'lum bir xizmat vaqtini yo'q qilish orqali uni biz ishchi xizmatchilarga mukofot qilib berdik. Shunaqa yoki bo'lmasa bolalarga masalanga sen zodi shu topshiriqni ishlayotmasang talog'i chiqmaysa degan bo'lsak masalan, undan keyin to'ziq ko'ngli yo'rim bo'lib ishlayotgan chog'da bo'ldi ishlama, endi chiqavera bo'ldi keyin ishla degan bo'lsak, ishlama deb shu bisimdan qutuldirganimizdan o'zi u bolaga mukofot hisoblanadi. Shunga bir nuqtadan qarasak, bu mukofot bütün turmushning hamma joylariga singishib ketgan. Hatto shunga o'xshash bir narsani yo'q qilish yoki boqilish degandan tortib hammasi mukofot hisoblansa, haqiqatan turmushning hamma yeriga singishib ketganki, nurg'un tadqiqotchilar va psixologlar shu mukofot berishninki zodi to'g'rimi emasmi deganlik to'g'risida nurg'un tadqiqotlarni ilib borgan. Haqiqatan mukofotninki biz oldimizda so'zlaymiz, mukofotninki kishilarga ko'rsatadigan salbiy ta'sirmi yo'q emas, oz emas. Ammo demisimi biz bilib bilmagan holda turmushimizga nurg'un singishib ketgan mukofotlarning turlarining ko'pligida ba'zida biz o'zimizmi mukofot berganligimizni bilmay qolib nurg'un mukofotlarni berib yetib qilishimiz mumkin. Mayli bolalarimiz bo'lsin, mayli xizmatchilarimiz bo'lsin, mayli guruhimizdagilar bo'lsin. Ammo biz uni haqiqiy to'g'ri usulda tushunsak va uni to'g'ri usulda bartaraf qilishni o'rgansak, inshaalloh eng to'g'ri shaklda bera olamiz deb qarayman. Danarli va uning do'stlarininki tadqiqotida mukofotning kishilarning xizmat sifatiga pasiv ta'sir ko'rsatadiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Amaliyotda mush tadqiqot qatnashgan kishilar texmi qila oladigan yoki texmi yuqori sifat bilan qila oladigan turib, o'zininki hozirgi qilganning o'zilam mukofotga talabga loyiqligini bilgandan keyin dal shu vaqtda ishini to'xtatgan. Ya'ni davomli qilishni xohlamagan. Bo'ldi, men mukofotga loyiq qilib bo'ldim, endi qilishimning hojati yo'q degandek. Shunlashqa bu yerda mukofotning balkim sifatini va qiziqishni tuvaltishi mumkin degan tadqiqot natijasini o'tirib qo'ygan. Harvard Soda institutininki Teresa Amabil qatorliqlarninki ilib borgan tadqiqotida 23 rassomga
ularninki rasmlarni buyurtgan, yana pul bilan oldin zakaz qilgan yoki zakaz qilmagan degandek har xil holatlardagi rasmlarni boshqalar ularning rasmini zakaz qilgan chog'dagi chiqarilgan ijodkorligidan normal holatda, ya'ni hech qanday zakaz yo'q, amaliyotda ishtalam sizgan rasmlari bekrak ijodkorligi yuqori bo'lgan. Maddi mukofot maqsadni xunuklanishtirib qo'yishi mumkin. Hammalar bilamiz, mayli futbol musobaqalari olsun, mayli har qanday nihoyatda cho'ng bo'lgan har xil musobaqalarda musobaqa qatnashquchi shu kasbini yaxshi ko'rgan birisi bo'lishi mumkin. Haqiqatan nihoyat iqtidorli birisi bo'lishi mumkin. Futbol musobaqasini alaylik. Masalan, bu xalqaro futbol musobaqasi. Uningdagi bu futbolchining asl nomi nihoyatda yuqori va musobaqadan keyin, bu utqandan keyin berilgan yuqori so'mliq mukofot so'mmasining o'zidan bu futbolchiga, mushu hozir deyilganlarimizning hammasi futbolchiga yetarli darajada nihoyatda ig'ir bisimlarni olib kelishi mumkin. Bu bisim olib kelgandan keyin bizgacha top musobaqasi vaqtida futbolchi o'zimi ham biz ko'rguvchilarmi bu yerda bisimning nima olib kelganligini, bisim sababining nima bo'lganligini pek bilib bo'lmasligimiz mumkin. Ammo tadqiqotlarda isbotlab chiqishicha, bisim qancha yuqori bo'lgan sari futbolchilarning ushoq muskullarini kontrol qilishi sal tashlashadigan, biroz ba'zi harakatlarning qiyib ketib qolishi, o'zining iqtidorini burunqidek yaxshi joriy qildirolmasligining sababi shu bisim sababli bo'lib qolishi mumkin ekan. Mukofot xumor qildi. Annachapda uda xumor to'g'riliq so'zlayapmiz. Mukofotmi mush xumor qiluvchilarning birisi, chunki mukofot berilgan chog'da, mayli bolalar olsun, cho'nglar olsun, mukofot berilgan chog'da menga dopamin ajratib chiqardi. Biz dopaminni bek tunib ketdik. Dopamin ya'ni insonga xushallik beruvchi va insonning huzuriga erishtirguchi. Ya'ni mushta xizmat unumi nihoyat yuqori bo'lgan chog'da yoki mushta boshqa hadiya bergan chog'da, mukofotlar bergan chog'da birdan dopaminni ko'plab ajratib chiqardi menga. Dopamin ajrilib chiqqandan keyin bu qitim nihoyat xush bo'ldi va kela qitim bo'lgan chog'da masalan uningdan sal yuqoriroq mukofot berish kerak. Chunki menga bir qitimlik dopaminni ajratib chiqqandan keyin ikkinchi qitim xushal bo'lish uchun dopamin miqdori burunqidan sal yuqoriroq bo'lishi kerak. Shunlashqa har qitimda mukofotniki mayli so'mmasi yoki miqdori har jihatlardan bo'lsin kishini xushal qilish jihatda biroz cho'ngish kerak. Shunlashqa bu mukofot xumor qildi, ham xumor qilishdan ziyoda bag'an siri yo'g'lab menish kerak degan ma'noda bo'ldi. Shunga biz bolalarga mukofot bergan vaqtimizda yoki ularni xushal qilgan vaqtlarimizda beshitlan bek yo'g'on, bek qimmat narsalarni elib ko'ndirib qo'ysak, keyin asta-asta kichik narsalarni, azal narsalarni yoqtirmasligininki sababi shu. Endi unda xos qanday qilamiz? Unda xos mukofotni bermamdik. Mukofotning shunday jiq ziyonlari bor ekan, mukofotni qat'iy bermasligimiz kerakmi deyishimiz mumkin. Lekin haqiqatan biz turmushimizda bo'lsin, shunday mukofot berishga bo'lmaydi. Mukofot berish orqali bolalaringizni jazolamang degandek shunday temalarni o'tirg'a qo'ygan taqdirdami psixologlar tadqiqot qilinishicha ota-onalar bo'lsin, dunyodagi har qanday kishi o'zining qo'l ostidagilarga yoki bolalarga mukofot bermay bir umrni o'tkazadi. Lekin psixologlar nimani bekrak tashabbus qildi degan chog'da har qanday vaqtda mayli bolalar bilan bo'lsin, mayli cho'nglar bilan xizmat qilgan vaqtimizda bo'lsin, mushunda vaqtlarda kishiningki mushu ishga qiziqishini, ishga hissiyotini bekrak urg'utishni, bekrak shu qilayotgan ishini yaxshi ko'rgizishni, shuningga bo'lgan qiziqtirish, shuningga bo'lgan rag'batlantirishning bekrak kuchli bo'lishini tavsiya qildi. Uningga qo'shib mukofotning hozir shu bir muncha ta'sirlarini ko'rdik. Demak, mushularga asoslangan chog'da mukofot bek cho'ng bo'lib ketmaslik kerak. Uningdagi mukofot bek doim berilib ketmaslik kerak. Ya'ni davomli berilavergan chog'da birsiga xumor qildi, yana birsiga zodi u mukofotning miqdorini oshirish kerak qildi. Mukofot odatda o'xshash vaqtda berilgan mukofot, masalan, har oyda bir berilgan mukofotga nisbatan o'xshamagan vaqtlarda tuyuqsiz berilgan mukofotlarningki ta'sir kuchi bekrak kuchli bo'ldi. Uningki o'xshash miqdorda berilgan, masalan, har oyda 5 lira degandek masalan mukofot olib qolsa, unda mukofot qaraganda ma oyda 1 lira, kela oyda bo'lsa 3 lira, yana bir oyda 2 lira, yana bir oyda 5 lira degandek o'xshamaydigan mukofot, o'xshamaydigan miqdor va o'xshamaydigan vaqt texmi bekrak ta'sir qiluvchi omillar hisoblandi va shuni unutib qolmasligimiz kerakki, mayli xizmatchilarimizga, mayli guruhimizdagi kishilarga yoki bolalarimizga ta'siri bekrak kuchli bo'lsin, bekrak yaxshi bo'lsin desak, bolalarga bo'lgan rag'batlantirishni, ularning o'zini qabul qilishini, yana ularning o'zini yaxshi ko'rishini, o'ziga ishonchini
bekrak urg'utishimiz, ko'pincha so'zlar bilan rag'batlantirishimiz, so'zlar bilan kuchaytirishimiz kerak. Shunda qilgan chog'da undan keyin ozdir ko'pdir ba'zi kichik mukofotlarni yoki ba'zi o'xshamagan vaqtlarda berilgan mukofot olsun, yoki hamroh bo'lish olsun, yoki ularni boshqa bir turda xushal qilish olsun, bularning hammasi mukofot. Ko'pincha vaqtlarimizda biz birlikda ishlaydigan xizmatchilarimizga yoki bo'lmasa guruh a'zolarimizga yoki bo'lmasa o'zimizning farzandlariga bo'lgan kishilik munosabatimizda eng oldi bilan uning hissiyotini qabul qilishni, mayli u to'g'ri gap qilsin yoki xato gap qilsin yoki mayli u utuq qozonsin qozonmasin, uni qabul qilgan asosda quchoqlashni unutib qolmasligimiz kerak. Haqiqiy qabul qilib turib, mayli sen xato qilgan yoki to'g'ri qilgan, men seni quchoqlay kelar deb quchoqlash, uningki xato qilsin yoki qilmasin, uni qayirib etib turib quchoqlash, uni butunlay qabul qilishning o'zi amaliyotda shu kishiga nihoyat cho'ng rag'bat olib keldi. Undan keyin mayli u xato qilsin, to'g'ri qilsin, uni eng yaxshi bir shaklda tinshash. Ya'ni sen xato qilding, to'g'ri qilding, uni buni deyishdan burun zodi qanday bo'lganti, zodi nemish bo'lganti deb buni bir tinshashning o'zi o odamga yoki shu baliqmi bekrak cho'ng rag'bat hisoblandi. Undan keyin biz hamkorlashish degan bu so'zni qat'iy unutib qolmasligimiz kerak. Mayli ish o'rnida bo'lsin, mayli guruh ichida bo'lsin, mayli oilamizda bo'lsin, hamkorlashish tuyg'usi bu eng yaxshi, eng cho'ng, eng kishilarni rahat his qildiradigan tuyg'u shu. Ya'ni boshqurilish emas, balki hamkorlashish, maslahatlashish, o'zaro hamkorlik. Mayli oilada bo'lsin, bolalarimiz bilan hamkorlashishimiz kerak. Uy tozalashda, tomoq etishda, yoki bo'lmasa ularning topshiriqlarini ishlatishda, bunday vaqtlarda ularga hamkorlik, ya'ni biz bir yerda ishlayotgan xizmatdoshlar degandek tuyg'uni bera olsak, yoki bizning bir guruhimiz bo'lsa, guruh a'zolarimiz aro, men guruh boshlig'i emas, balki o'zaro biz hamkorlashayotgan bir guruh, hammanglar mush yerda birlikda xizmat qilayotganligimiz uchun mush guruhimiz taraqqiy qila oladi degandek bir tuyg'uni bersak, amaliyotda mukofot orqali ularni texmi rag'batlantirganga qaraganda hamkorlashning unumi hammadan yuqori bo'lganligi tadqiqotlar orqali isbotlangan. Bugungi darsimiz mushayicha olsun. Ko'pchilik hammalar izonlarni kelasi soatimizda jazo haqida to'xtalamiz. Amsa